Assalomu alaykum. Ravshanuz kanalining obunachilari, Chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugun hafta kunimizga juma 26-sentyabr. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Boqma buqa, semiz buqa qatoridan narx-navosi bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Aka, assalomu alaykum. Nech pul so'rayapsiz bunga? Ikkalasi bir joyda 40 million so'm. Bozor nima berdi? Jim. Buqalarimiz mana boqishga tayyor holatdagi buqalarimiz, orqalar koslari keng, bellari uzun novvoslarimiz, rangi olalaridan. Ikkalasiga bir joyda 40 million so'm narx aytilibdi. Savdosi bo'lmabdi hali. Bo'ylari 1.10 plus bo'lgan novvoschilarimiz. Telefon raqam qoldirib yormaysizmi? Bozoringizni bersin aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nech puldan ekan bu qol aka? Bolasi 17 kam. Bunisi 17 kami bor. Bu ikkalasi 18 dan kam. 18 dan kami bor bularda. Bo'ylari 1.15 atrofidagi novvoslarimiz. Boqishga tayyor holatdagi. Telefon raqam qoldiramizmi aka? 99lik 924 54 raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, shu akamiz bilan bog'lanasizlar. Har xil buqalari bor, dastlabki xizmatlari bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Aka, bozoringizni bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qizil buqalar. Nech puldan ekan aka? 18 dan. Bo'ylari 1.15 plus bo'lgan, 1.20 atrofidagi novvoslarimiz. Bu aka kayfiyatga qarab kiymaydi, molga qarab kiyinadi. Qizil-ku, qizil kiyib olgan aka. Agar mollar qora bo'lganda qora kiyib. Telefon raqam qoldiramizmi aka? Necha raqam qo'yamiz? 95lik 015 9606. Ismingiz kim aka? Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, akamizda shunaqa buqalari bor. Bemalol ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlari bormi aka? Ha, bor. Bozor nima berdi aka bularga? 4tasiga bir joyda 16.5 dan. Mana holatlari. Boqishga tayyor variantdagi mollarimiz bular ham. Sog' bo'ling aka, bozoringizni bersin. Bular nech puldan ekan aka? Ikkalasi bir joyda. 35 million so'm kami bor. Bo'ylari 1.15 plus bo'lgan novvoslarimiz bular ham. Bu yetganmi bobosi? Bozor nima berdi? Ikkalasini bir joyda 32.5 qildi. Bermadi. Bozoringizni bersin aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi buqalarimiz boqishga tayyor, bo'yindor, chiroyli novvoslarimiz. Tog'a nech pul so'radingiz bunga? 22 kami bor. Bozor nima berdi? 20 million 300. Bozoringizni bersin. Bu nech pul ekan aka? 21 kami bor. Bozor nima qildi? 19 million 300. 21 million so'm narx aytilibdi. 19 million 300 ming so'm savdosi bo'pti. 1.15 plus bo'lgan buqalarimiz mana boqishga tayyor, yelkador, koslari keng, bellari uzun. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Bozor aylanib bersin aka, sog' bo'linglar. Aka, nech pul so'radingiz buqaga? 21. Bozor nima qildi? 21 million so'm narx aytilibdi. 19 million so'm savdosi bo'pti shu novvosimizda. Mana orqalaridan ko'rinishlari, bellari uzun novvos ekan bu ham. Bunga nech pul so'radingiz aka? 25 million so'm narx aytildi. Bozor nima qildi? Bozor 21 million so'm qilyapti. Bo'yindor, chiroyli novvosimiz ekan bu ham. Katta buqa kimdan ekan aka? Sizlardan mas'ul qilib. Bu sotildimi bu buqa? Qanchaga? 35 sotib qo'yib orqada egasi. Shu novvosimiz sotilibdi, hozir egasini topib, narx-navosini
so'rab bilib beramiz. Sizdanmi aka? Nech pulga ketdi? 36 oyoqlar turishiga, zaroziga chiqmadi, ha? 36,5 million so'mga barakasi bo'pti shu novvosimiz mana. 600 kilodan oshiq, ha? Taxminan. Mana akamizning o'zlari. Qayerda novvos aka bu? Pagran, Sirdaryo tumani Pagran kolxoziniki, Yangi hayot. Barakasini bersin aka, sotganga ham, olganga ham. 36 million so'm bo'lgan novvosimiz mana. Yirik holatdagi buqamiz. Bu qora sizdanmi aka? Qora buqa? Qora narxini bilmadingizmi aka? Bu narxi qorani narxini bilmadingizmi? Qora maniki. Siznikimi aka? Nech pul so'radingiz? 32 million so'm so'radingiz. Bozor nima bu yerda? 28 million so'm. Aka, ana molni yaxshi baylavering. 32 million so'm narxi aytilibdi. 28 million so'm savdosi bo'libdi shu novvosimiz mana. Orqa fondan ko'rinishlari. Telefon raqam qoldirmaymizmi aka? Telefon raqam chaqmasa sotib yuborasiz, ha? Bozoringizni bersin aka, sog' bo'ling. Ola buqa kimdan ekan aka? Siznikimi? Nech pul aytdingiz bunga? 30 million so'm. Bozor nima berdi? 26 million so'm. Taroziga chiqmagan, ha? Taroziga ham so'rashdimi? Taroziga so'rashmadi, ha? Mana shu novvosimiz mana 26 million so'm savdosi bo'ldi, ha? Barakasini bersin aka, savdoyingizga baraka bersin. Tog'a, bu sizdanmi buqa? Nech pul so'radingiz? 30 million so'm. Bozor nima qildi? 26 million so'm narx berishibdi bozor shunga. 30 million so'm egasi so'rayapti. Semiz tayyor holatdagi buqamiz mana. Bozoringizni bersin, tog'a, sog' bo'ling. Dastlabki qilib Assalomu alaykum, Ravshan aka. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Rahmat shu. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzimsiz? Buqa kimdan aka? Nech pul so'radingiz? 26 kami bor. Bozor nima qildi? 24 million so'm. Bermadingiz. Murod aka, do'stim, do'stim. Qo'y. Mana shu novvoslarimiz mana. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Shuhrat. Kimda shunaqa novvoslar bo'ladigan bo'lsa, bemalol narx novvosini bilib olishinglar mumkin. Ey. Bu molni qarasangchi. Qolipdan chiqqan. Bunga nech pul so'radingiz olaga? Mana bermayapti. Ola nech pul so'radingiz olaga? Qo'ram qolmadi. Egasini olmay. Sinadigan. Egasini olmay, o'zini ol. Xo'p, O'zini ol. Uydan ham qimmat beradi. 28 kami bor. 28 kami bor. Bozor nima berdi? Bozor 26. Bozor 26 million so'm qilyapti mana. Olyapti 25 qilyapti. Sabzlar deb. Boqsa ham so'ysa ham bo'ladigan novvosimiz mana. Chiroyli holatdagi. Bozoringlarni bersin aka, sog' bo'ling. Rahmat. Bu novvos kimdan ekan? Buni egasi. Ha, sotdingizmi? 62 ming so'mdan tortib berdingiz, ha? Nech kilo ekan? Yo, hali tortmadi, endi tortadi. Endi tortiladi, ha? 62 ming so'mdan barakasi bo'ldi. Hali taroziga chiqmabdi shu novvosimiz mana. 62 ming so'mdan baraka bo'lgan novvosimiz mana holati. Живой вес. Chiroyli holatda boqib qo'yilibdi. Boqqanga rahmat deb kommentariyada yozib ketinglar. Shuna qilib boqish ham oson emas. Sog' bo'linglar. Olganga ham sotganga ham barakasini bersin. Sog' bo'ling, tog'a. Nech pul ekan tog'a bu buqa? Assalomu alaykum. O'z tushmaysiz aka, novoz tushsin. Shart emas, ha? Sog' bo'linglar. Boqishga chiroyli holatdagi novvosimiz mana bu tarafda. Bellari uzun, chiroyli. Aka nech pul so'radingiz bunga? 26 million so'm, ha? Bozor nima berdi? 23 million qilyapti, ha?
Boqishga chiroyli holatdagi novvosimiz ekan. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Bu olaga nech pul so'radingiz? Molni o'zini ko'rsatamiz aka, siz tushunmaysiz-ku. Nech pul ekan narx aka? 23 so'rayapsiz. Bozor nima qildi? 20 million so'm qilyapti. Bozoringizni bersin aka. Bunga nech pul so'rayapsiz? 18 so'rayapmiz, 17 bo'lsa beramiz. 18 million so'm. Ravshan Uz kanali. Bo'ldi, xo'p. Tushunmadim. Siz obuna bo'lib ko'ring qanday chiqadi, kачествосini tomosha qilasiz aka. Ravshan Uz obuna bo'lib tomosha qiling aka. Kачествосiga gap yo'q. 18 million so'm narx aytilyapti, 17 million so'm savdosi bo'lib shuni ovoz chiqamiz. Mana akamiz o'zlari olib ketdilar. Bozoringizni bersin aka, sog' bo'ling. Kallak buqaga nech pul so'radingiz aka? 28 million so'm so'raldi. Bozor nima berdi? Qancha berdingiz bozor? Aka videogaman. Ha, shart emas, narx navosi nimasi? Sal qo'shib turing, o'tib ketaman aka. Bular nech puldan ekan aka? Sizdan ha bular ama? Boqma buqalarimiz. Ular kimdan ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz aka. Nech puldan ekan buqalar? 600 qilyapti. Qaysi aka? Bu ikkalasi narga o'tirib turgan-a? 63 million bo'lyapti bir joyda. Mana shu ikkita novvosimiz. Besh yeriga bor ekan bu yerda yana bitta. Mana bu novvosimiz. 63 million so'm. Yo'q, savdo bo'lyapti. 63 million so'mga savdosi bo'lyapti ekan shu buqalarni, berilmayapti ekan. Nech pul narx aytildi aka uchalasiga bir joyda? 70 million so'm kami bor aytilibdi shu uchta buqamizga. Mana boqishga tayyor daladan kelgan boqma buqalarimiz. Bozor aylanib bersin aka, sog' bo'ling. Qizil sizdanmi aka? Nech pul aka? 20 million kami bor. 20 million so'm. Bozor nima qildi? 20 million so'm narx aytildi. Ha, mollar aldab o'tib ketdi. 33lik 6 Ayting aka, telefon raqamini ayting. 33lik 6 Ismingiz kim? Sardor. Sardor akaning nomerlari. Bemalol qo'ng'iroq qilib shunaqa boqma buqalarni olishingiz mumkin. Bular kimdan ekan aka? Sizdanmi? Ha, men Sardor. Bunisi nech pul ekan? 20 kami bor, 21 million so'm kami bor. Bozor nima berdi aka bunisiga? Yo'q, hali jim. Yo'q, xaridor yo'q. Keng, yonima keng bilatsiz. Narxlarini so'rayman, aytasiz. 20, 23, 24. 23 million so'm. Bu narx qancha? Savdo bo'ldimi? 20 yo'q, savdo bo'lgan yo'q. Hech bir savdo bo'lmadi. Yo'q, hech kim kerak emas. Aksiya bo'lyapti. Savdosi bo'lmabdi. 20 million so'm. Bu ham 20. 21 million so'm. Yo'q, 21 emas, 20 million bu ham. Bu ham 20. Ha. Bunisi ham 20 million, bunisi 23 million. 24 million. Bu oqamchilarniki-a? Ha. 24 million so'm. Boqma buqalarimiz. Narxlari shunaqa Aksiya bo'lyapti, aksiya. aksiya bo'lyapti. Qilsa, 33lik 641 89 11. Mana shu akamizga telefon qilinglar. Bemalol shu buqalar egasi bog'lanishingiz mumkin. Kami bor aka shu aytilgan narxlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bozoringlarni bersin. Aka sizdanmi bu novvoslar? Sizdanmi? Aka qoraga nech pul so'radingiz? O aka. Nech pul so'radingiz bunga? 22. Bozor nima beryapti? Sobir Ko'kay.
21,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu buqamizni. 22 million so'm narxi aytilibdi. Oldilari keng, chiroyli novvosimiz boqishga. Bular savdosi bo'lyaptimi hozir? Baraka desam, o'zlaringiz qiynalab berasiz. Dilmurod, qaysi birining savdosi bo'lyapti? Ikkalasi bir joyda. Nech pul bo'lyapti? 42. Mana shu ikkita novvosimiz sal tortib turing ekan, ko'rsatib oling. Shu ikkita novvosimiz 42 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Mana boqma buqalarimiz, dalani novvoslari, mana tuyoqlari istagan tuyoq, cho'tki holatdagi novvoslarimiz 42 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Videomiz yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.